Assalamu alaikum. Tordaşlar yaxşımısızlar? Cinim milletim hamma yerda musafirchilikda yurayotgan, tengirqab yurayotgan qeyrindoshlarım yaxşımısızlar? Mush yaqindan beri har xil qahramon yoritish, har xil atalg'ular aynib ketdi. Mushu Xitoyning Timur tapinining ostida chaylanib turibmi Xitoyga qarshi turib o'lib ketgan shehidlar, türmelerde yetiyotgan şu qeyrindoshlarimiz qarshiligini to'xtatmay yozma bilan bo'lsin, bir o'miyishlar bilan bo'lsinmi ifodalab kelayotgan ne qeyrindoshlarimiz va vatanda ash Xitoyning tapinining ostida chaylanib yotadi. Shular qahramon, shular vatanning egisi. Tinch yomon chet elga chiqib bizda yashayotganlar hargiz qahramon emas. Kalı yuyish uchun har xil ismlarni o'ylab tepatidi. Birisi davlatning onasi, birisi davlatning birmisi, yana birmisi bo'lib. Siz hech nimasi emas. Yana kelib xoinlik qilganlar texmi davlatning bir nimasi emas. Hammamizga ayon. Hozir ba'zan bir odamlarning yozmalariga qarab, haliqi shumshib so'zlab ketganlariga qarab, tova deb qolaman. Xitoy talay odamlarni aşı ziyalilar qiyafetiga kirgizib turib kalla yuyish uchun chet elga chiqartibdi. Hamma Uyg'ur döt emas, hamma Uyg'ur xoin emas. Savolmi qo'ya oladiganlari bor. Savol qo'yganlarni tillaydi, ujuqtirdi, lekin qo'rqmaymiz deb turib oldiga ilgirlayotganlar bor. Irqiy qirg'inchilik uchirgan millat cho'qin ham birdan bir chiqish yo'li zimin davası. Muqum çoqum zimin davası qilishimiz kerak deb o'ylayman. Fikrimiz o'xshashmasa, u o'zimizning ishi. Bizmi o'zimizning Facebook'da so'zlayotimiz, o'zimizning Facebook'da chiqiryapmiz, yozyapmiz. Sizmi kirib bizni tillashish qanday huquqingiz yo'q. Biz shu zimin uchun ovoz chiqarmoqchi, qeyrindoshlarimiz uchun ovoz chiqarmoqchi. Rahmat sizlarga.